U asta o'rnidan turdi, yonimga kelib, orqamdan tushib ketgan sochlarimni sekin siladi. Shu on yuragim hapriqib ketdi, butun tanamdan to'lqin yugurdi. Ko'zlarim beixtiyor jim qotdi. Erim vafot etganiga 2 yildan oshgan edi. U dunyodan o'tganida men ham go'yo o'sha zahoti umrimni yo'qotgandek bo'ldim. 28 yoshimda beva qoldim. Qaynotam, qaynona va qayni ukam bilan bir uyda yashardim. Kunlarim shu hovlida, shu odamlar orasida o'tardi. Qayni ukam Azizbek mendan 3 yosh kichik edi. Biroq u yoshiga yarashmagancha baquvvat, kelishgan, qo'llari quvvatli, doim hazilkash yigit edi. Oldinlari meni opa deb hurmat qilar, ko'pincha maslahat so'rardi. Lekin erim olgandan keyin uning qarashlari o'zgara boshladi. Go'yo ko'zlaridan ayta olmaydigan gaplari bor, ichida yashirin o't yonayotgandek edi. Men esa o'zimni qattiq tutar, ichimdagi bo'shliqni sabr bilan to'ldirishga urinar edim. Lekin ayol yuragi sezgir bo'ladi, odamning qarashidan ham nima demoqchi ekanini bilib oladi. Azizbekning nigohi ko'pincha sochlarimga, yuzimga tushar, orqamdan tushib qolgan zulfimni uzoq kuzatar edi. Bir kuni ertalab hovli jimjit payt edi. Qaynota va qaynona bozorda, uyda faqat men va Azizbek qolgandik. Oshxonada idish-tovoq yuvayotganimda u kirib keldi. Suv ichdida divanga cho'zildi. Keyin menga qarab, "Opajon, siz charchab ketgansiz", dedi ohista. Men jilmaydim. Ha, hayot oson emas. U asta o'rnidan turdi, yonimga kelib, orqamdan tushib ketgan sochlarimni sekin siladi. Shu on yuragim hapriqib ketdi, butun tanamdan to'lqin yugurdi. Ko'zlarim beixtiyor jim qotdi. Azizbek qo'lini tez tortib oldi, xuddi xato qilgandek yuzini chetga burdi. "Kechiring", dedi u past ovozda. "Men sizga bunday qarashim kerak emas edi." Men esa unga qarab jim qoldim. Yuragimda esa allaqachon nimadir o'zgarib bo'lgandi. Birinchi marta qayni ukam bilan oramizda yashirin his paydo bo'lganini tan olgandek bo'ldim. Kunlar o'tdi. Har kuni u men bilan ko'proq suhbatlashar, kichik ishlarda yordam berar, men esa o'zimni bilmagan odamday tutardim. Kechalari uy jim bo'lganda uning qadamlari eshitiladigandek tuyulardi. Bir oqshom yomg'ir yog'ib, hovli ichida sovuq tushdi. Men xonamda kitob o'qib o'tirardim. Darvoza yopiq, hamma yoq sokin edi. Shu payt eshik asta ochildi. Azizbek ichkariga bosh suqib, hijolat tortib, "Opajon, sovuqdan uxlay olmadim", dedi. Men unga qarab jim qoldim. U ichkariga kirdi. Yomg'irning shovqini tashqaridan eshitilar, xona ichida esa sukunat hukm surardi. U yonimga yaqinlashib, qo'li bilan yana sochlarimga tegdi. Uning qo'li sekin sochlarim ustida to'xtadi, men esa yuragimni qo'lim bilan ushlab olgim kelardi. Yomg'irning tomchilari deraza ortidan bir maromda yog'ar, xona ichida esa faqat yurak urishim eshitilayotgandek edi. Azizbek bir zum jim turdi, keyin asta pichirladi. "Men sizni juda hurmat qilaman, lekin yuragimga buyruq bera olmayapman." Bu so'zlar meni titratib yubordi. Birinchi marta qayni ukamdan bu qadar samimiy ohangda gap eshitardim. Ko'zlarimni yerga tikib jim qoldim. Go'yo sukutim bilan hammasiga javob bergandek edim. Shu kundan boshlab hayotim butkul boshqa ohangda davom eta boshladi. U endi menga faqat qayni emas, balki yaqin insondek qarar, men esa o'zimni tutishga harakat qilsam-da, ko'nglimdagi hislarni yashira olmasdim. Uy ichida har kuni oddiy holatlar bo'lib o'tsa-da, bizning orasimizdagi yashirin sir, yashirin qarashlar hammasini boshqacha ma'no bilan to'ldirardi. Bir kuni ertalab bog'da sabzi yulib, birga tozalayotganimizda u qo'limdan pichoqni olib qo'ydi. "Qo'lingiz qattiq ishlardan charchamasin", dedi. Men jilmayib, "Men sizni onangiz kabi qarashga odatlangandim-ku, endichi." U esa past ovozda, "Men sizni boshqacha ko'ryapman, opajon." Bu gapni eshitib ko'zimda yosh qalqib chiqdi. O'zimni qattiq tutishga urinsamda, yuragimdagi bo'shliqni u allaqachon to'ldira boshlaganini his qildim. Kechqurunlar hovli chetidagi supada birga choy ichib o'tirardik. Qaynona va qaynotam televizor ko'rib ovora bo'lishar, biz esa so'zsiz ham bir-birimizni tushunardik. Har safar choy quyayotganda qo'llarimiz tegib ketar, men titrardim, u esa nigohini chetga olar, ammo ko'zlari menga qayta tushishini bilardim.
Bir kuni esa boshqacha voqea yuz berdi. Qishning sovuq kechalaridan biri edi. Elektr o'chib qoldi. Uydagilar deraza oldida chiroq yoqish bilan ovora bo'lishdi. Men esa xonamda o'tirardim. Shu payt Azizbek sham yoqib kirdi. Shamning xira nuri uning yuzini yanada jiddiy ko'rsatib qo'yar, ko'zlari esa yanada chuqur jilva berardi. U shamni stolga qo'yib, sekin yonimga o'tirdi. "Qo'rqmadingizmi?" dedi u. "Yo'q, faqat uy sokin bo'lganda yuragim tezroq uradi", dedim jilmayib. U esa menga tikilib qaradi, ko'zlarimga qadalgan nigohidan qocholmadim. Qoli yana sochlarimdan o'tdi. Bu safar men ortga chekinmadim. Faqat ko'zlarimni yumdim. Shu paytdan boshlab bizning taqdirimiz bir-biriga chirmashib ketdi. U meni asrabavaylar, ortiqcha so'z qilmas, ammo hislarini har bir harakatida bildirardi. Men esa ko'nglimda qo'rquv, hijolat, lekin shu bilan birga iliq bir tuyg'u bilan yashardim. Har kuni uning qadamlarini kutardim. Odamlar ko'zdan yashirish oson emas edi. Lekin biz hech kim sezmaydigan darajada ehtiyotkor edik. Qaynona ba'zan "Siz ikkovingiz hamisha birga bo'lib qolasizlar", deb kulib qo'yardi. Bu gap menga ham, unga ham galati tuyulardi. Lekin ichimizda sir yashiringanini hech kim bilmasdi. Kunlar, oylar o'taverdi. Men baribir o'zimni qattiq tutardim. Chunki qayni uka bilan munosabat ochiq ko'rinib qolsa, butun oila buzilib ketishini bilardim. U ham meni tushunar, lekin sevgisini yashira olmasdi. Har safar yonimdan o'tganida sekin pichirlardi. "Bir kun sizsiz yashay olmay qolsam, nima bo'ladi?" Men esa ko'zlarimni yumib, "Sabr qil, hammasi o'z yo'lini topadi", derdim. Oradan kunlar o'tdi. Qish asta sekin ketib, bahor nafasi esdi. Hovlimizda go'za ko'chatlari ekildi, bog'da gullar ochila boshladi. Men har kuni hovliga chiqib gullarga suv quyardim. Azizbek esa daladan charchab kelsa ham, yonimda turib menga qarashardi. Unga qaramaslikka harakat qilardim, lekin nigohim baribir sirtdan ko'z tashlardi. Uning quvvati, yelkalarining kengligi, ko'zlaridagi iltijoli nurlar meni beixtiyor o'ziga tortardi. Bir kuni hovlida gullarga suv quyayotgandim, u orqamdan sekin keldi. Men sezmadim. Qo'limdagi chelakni ko'tarib gullar orasida yurar edim. Shu payt u orqamdan kelib, qo'limdan chelakni oldi. "Sizga ogir, men qilaman", dedi. Men qarshilik qilmadim. U chelakni qo'yib, qo'llarimni ushlab qoldi. Yuragim hapriqib ketdi. U esa menga qarab, "Sizsiz men yashay olmayapman", dedi. Men qaltiradim, lekin qo'llarimni tortib olmading. O'sha zahoti eshik taraqlab ochilib, qaynona kirib keldi. Biz tezda o'zimizni boshqa ish bilan ovora qilib ko'rsatdik. Ammo yuragim hali ham joyiga tushmagandi. Kechqurun uy jim bo'lganda xonamda o'tirardim. Deraza ortidan shamol barglarini shitirlatib, qulog'imga galati tovushlar eshitilardi. Shu payt eshik qoqildi. "Men kim ekan?" deb so'radim. "Azizbek edi. Bir daqiqa chiqib gaplashsak bo'ladimi?" dedi u. Men ikkilanib turdim, lekin baribir tashqariga chiqdim. Hovli jimjit, osmonda yulduzlar charaqlardi. U supa yoniga meni boshlab bordi. Nigohlari titrar, so'zlari qaltirardi. "Men sizni sevib qoldim. Qanday aytishni bilmadim. Opa deb yursam ham, yuragim boshqa narsani istayapti", dedi u. Men titrab ketdim. Bu gapni kutgan edim, lekin o'zimga tan olishdan qo'rqardim. "Azizbek, bu gaplaringni hech kim eshitmasin. Oila, or-nomus, qarindoshlik bor", dedim. U esa qo'llarimni mahkam ushlab, "Men buni yashira olmayman. Yuragimni yondirayotgan tuyg'u o'zimni qiynayapti. Men sizsiz yashay olmayman", dedi. Ko'zlaridan yosh qalqib chiqdi. Men esa ko'zimni yumib sukut qildim. Sukutim hammasini anglatardi. Shu kundan keyin bizning ichki dunyomiz butkul o'zgardi. Har kuni ko'zimizda sirli bir aloqa, qalbimizda yashirin bir ehtiros bor edi. Lekin biz uni hech kimga bildirmaslik uchun o'zimizni tiyib yashardik. Bir oqshom yomg'ir yog'di. Uy ichida sovuq tushdi. Hamma xonalarda edi. Men ko'rpaga o'ralib kitob o'qib yotganimda eshik asta ochildi.
Azizbek kirdi. Uning nigohidan hammasini anglab bo'lardi. Shamning xira yorug'ida u sekin yonimga keldi. Men ortga chekinmadim. U esa qo'limni ushlab sochlarimni silay boshladi. Shu kecha bizning taqdirimiz bir-biriga chirmashib ketdi. So'zsiz faqat ko'zlar va teginishlar orqali bir-birimizni tushundik. Oradan kunlar, oylar o'tdi. Biz yashirin sevgimizni yurakda saqlab yashardik. Qaynota va qaynona buni bilmasdi. Lekin men ko'p o'ylardim, bu tuyg'u qachongacha yashirin qoladi? Odamlar bilib qolsa nima bo'ladi? Shunday savollar meni qiynardi, lekin yuragim baribir Azizbekni istardi. Har kuni uni ko'rishga, uning qo'lini ushlashga, ovozini eshitishga talpinardim. U ham meni kutardi. Bir kuni u dedi: "Bir kun kelib men sizni ochiq sevishni xohlayman. Hech kimdan yashirmay yoningizda bo'lishni istayman." Men esa unga qarab ko'zlarimdan yosh chiqib, "Taqdirimiz nima yozsa, shuni ko'ramiz", dedim.